Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana o'tgan darsda tushuntirgan edik. Ya'ni tutatqichni qanaqa ishga tushirishimizni mana ishga tushirdik. Ochamiz. Asalariga qarash jarayoni. Ya'ni birinchi nimadan boshlash kerak? Asalar qutisini ochamiz. Ko'rib turganingizdek yostig'i bo'ladi, ustida yostiq turadi. Yostiq endi mana ancha eskirgan yostiqlardan, chunki qayerdan bilamiz? Mum, propolis izlari, demak dog', har xil dog'lar buni o'sha eskiroqligini ko'rsatib turadi. Va endi holstik deydi buni xalq tilida, ya'ni bo'z, yopqich. Ya'ni bu bo'zdan tayyorlanadi. Mana bu ko'rib turganingiz rangdagilari hammasi propolis, to'q rangli asalarlarning o'zlari, demak buni qo'yadi. Mana ko'rib turganingizdek mana ishlatamiz. Bu o'sha asalarni demak hujum qilishini, chaqishini oldini oladi. Bu endi mutlaqo zararsiz. Ko'rib turibsiz mana. Hech qanday asalarga zarari yo'q. Faqat shu asalarning chaqishini oldini oladi. Mana o'zi ilgichi bor. Ilgichini qulay bo'lish uchun mana yoniga qilgan. Mana shu yerda ilgichidan bunday ilib qo'ysak bo'ladi. Asalarni yashig'iga ilib qo'ysak bo'ladi. Bu turadi. Ko'rib turganingizdek mana bu diafragma deyiladi. Ya'ni asalarni bo'lishda ishlatiladi. Va bir tomoni bo'sh turibdi. Ya'ni ikkita oilaga mo'ljallangan quti ko'rib turganingizdek. Ya'ni o'rtadan ajratganmiz. Olamiz. Mana hozir ko'rib turganingizdek asalarla ish jarayoni demak avjida. Mana bu ko'rib turgan qismingiz, ya'ni har xil rangli qism bo'lib gulchangi deyiladi. Ya'ni perga mana bu ko'rib turganingizdek bular ishchi asalarlar. 90 gram og'irlikdagi, ya'ni kichkina asalar oilasidagi eng kichkina a'zo. Ya'ni asosiy qismi shu hisoblanadi o'zi asli. Asalar oilasining asosiy qismini ishchi asalarlar tashkil qiladi. Mana bu qismida asalarini, erkak asalarini ham ko'rishimiz mumkin. Mana erkak asalar ko'rsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek mana bu erkak asalar. Mana erkak asalarda nish bo'lmaydi. Ya'ni u chaqmaydi. Ishchi asalari va ona asalarida nishi bo'ladi. Ya'ni asalari zahari bo'ladi, nishi bo'ladi, u chaqadi. Erkak asalarida esa nish bo'lmaydi. Yana bitta farqini aytib ketsak bo'ladi. Mana bu ustini yopiq qismi bu asal. Mana asalni ko'rishimiz mumkin. Asal shunaqa tartibda pechat qilinadi. Mana bu yaltirab turgani bu hali yopilmagan qismi asalni. Mana bu yopilgan qismi bu. Bu rang-barang turgani bu gulchang, ya'ni perga deyiladi. Asalari non. Agar shu bo'lmasa asalarlar tuxum qilmaydi. Ko'rib turganingizdek. Oldingi darslarda aytib o'tganimizdek, asalari oilasi demak hajmini, ya'ni katta kichikligini bilishimiz uchun asalari ramkalari haqida gaplashgan edik, nechta ramka bo'lishi. Ya'ni shu ramkalarni ichida ustida yurgan arlar soniga qarab ajratilmaydi, butun boshli oilaga nisbatan beriladi. Masalan, ishchi asalarlar soni. Ya'ni 20 mingta, 50 mingta bo'lishi mumkin, 30 mingta bo'lishi mumkin, 10 mingta ham bo'lishi mumkin. Demak, asalar oilalarida asalarlar soni shu nuqtai nazaridan demak sanasak to'g'ri bo'ladi, ya'ni oila nuqtai nazaridan. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda tuxum qo'yilgan demak ramka emas bu. Bu yerga tuxum qo'ymagan. Faqat oziq uchun asal to'plagan va yana keyingi ikkinchi asosiy ozuqasi asalarlarni bollari oziqlanadigan perga mahsulot, ya'ni gulchang. O'sha rang-barang ko'rinishdagisi. Endi sababi tuxumni demak asosan chetga qo'ymaydi. Eng chetdagi ramkada ozuqa ramkasi deyiladi. Demak, keyingi ramkalarda boshlab demak tuxumni qo'yishini kuzatishimiz mumkin arlarda. Bunda ham yo'q mana. Tuxum qo'yilmagan. Bunda ham xuddi shu
asosiy ozuqa ramkasi deyiladi. Ozuqa ramkalari 3 tami, 2 tami, 4 tami chet tomonda turadi. Chetga joylashtiriladi. O'zi onari ham tuxumni o'rtaliqqa qo'yadi. Ya'ni oilada masalan 12 ta, 14 ta, 16 ta ramka bo'lsa, o'sha 16 ta, 12 ta, 14 talik ramkani o'rta qismiga qo'yadi. Masalan 4 ta chetdan qoldiradi, 4 ta bu chetdan qoldiradi, o'rtaga qo'yadi. Masalan 6 ta ramka, 8 ta ramkaga tuxum qo'yishi mumkin. 2 ta o'rtaga o'sha 2 ta oraliqdagi ramkalarni o'rtasiga qo'yiladi. 2 ta chetdagi ramkalar, demak 2 tadan qoladimi, 4 tadan qoladimi, ular tuxum qo'yiladi. Ariga qarashda bir chetdan qarash tavsiya qilinadi. Ya'ni o'rtadan palapartish olinmaydi. Bir chetdan boshlab, masalan, o'ngdan demak chap tomonga qarab qarash tavsiya qilinadi. Demak, ishlarni ko'rsatdik mana. Erkak asalarini ham mana ko'rsatib o'tdik. Ko'rdinglar? Dastlabki 3 ta ramkada tuxum yo'q. Mana endi 4-ramkadan boshlab tuxum qo'yilgan. Mana. Mana bu tuxum ramkalari deyiladi. Ko'rib turganingizdek, mana tuxum qo'yilgan. Bu asal emas. Shuni adashtirib qo'yish kerak emas. Asal usti boshqacha pechat qilinadi. Buniki boshqacha pechat qilinadi. O'z ko'rinishi ham aytib turibdi. Mana ona arini ko'rishimiz mumkin. Ona arini tuxum qo'yish jarayoni. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Ona bu tomonga o'tib ketdi. Mana ona ari. Mana tuxum qo'yish jarayonida bo'sh kataklarni qidirib yuribdi. Tuxum qo'yish uchun. Ko'rdinglar, uzun bo'ladi. Nisbatan boshqa arilarga nisbatan uzun. Demak, ko'rinish jihatidan kunlik tuxum qo'yishi o'zi normasi bularniki o'sha 1,5 minutda, 2 minutda, 2,5 minutgacha ham tuxum qo'yadi. Bu zotiga qarab. Endi tuxum qo'yishning boshlanishi mavsum massiviy tuxumga kirishi mana boshlangan. Demak, ramkani asosiy qismiga tuxum qo'ygan. O'sha mart oyini oxirlaridan boshlanadi shunaqa tuxum qo'yish. Lekin o'sha qish mavsumida ozgina o'sha ramkani o'rtasida bir piyolani razmeriday atrofda bo'ladi, bir doira shaklida qo'yadi. Shunaqa ko'rinishda tuxum qo'yadi. Bu qishlarda shunaqa bo'ladi. Asosan erta bahorda tuxumga kiradi massiviy, to kech kuzgacha tuxum qo'yadi. Ya'ni tuxum qo'yish jarayoni shu mart oxiridan oktyabr yakunigacha bo'ladi. Mana bu onaning tuxum qo'yish jarayoni. Tuxum ramkasini ham ko'rdinglar, qanaqa ko'rinishga egaligini. Mana ko'rib chiqdik. Endi hozir umumiy ariga qarash jarayonini umumiy nuqtai nazaridan tushuncha hosil bo'ldi. Ya'ni o'ngdan chapga qarab qarashligi. Keyin ramkalarni ham ko'rib chiqdik. Mana yana sekin joyiga qaytaramiz. Ya'ni orasidagi masofa bir barmoq. Mana shu barmoq demak razmerda bo'lishi kerak. O'zi asli eski o'sha an'anaviy asalarichilarning tilida shunaqa deyiladi. O'zi aslida bunga demak chegara qo'yilgan. Mana asalar ramkasining cheti mana bunaqa ishlangan. Mana shu bir-biriga yopishib qolmasligi uchun qilingan. Ya'ni arilarning ramkasini qo'yilgan paytda demak bir-biriga mana shu chegara ushab turadi mana. Bir barmoq. Diqqatsiz qo'yasiz. O'zining chegarasi ham bor ramkaning o'zida. Ko'rib o'tganimizdek mana. Diafragmani qo'yib qo'yamiz joyiga. Mana sovuq, har xil issiq yoki issiq havoda issiq yoki sovuq havoda sovuq, yomg'ir, har xil tashqaridagi hasharotlar kirmasligi uchun buni yaxshilab yopamiz. Mana yopishini nazorat qilishimiz kerak. Qanaqa tartibda yopishimizni. Hozir ko'rdik biz. Hozir dastlab tutatqich qanaqa ishlatishimizni, asalari uyasini ochganda qanaqa ishlatamiz, tutatqichni hamda asalar ramkalarini qanaqa ko'taramiz.
hamda o'sha asalari uyasidagi asal, gulchangi, keyin asalari tuxumlarini qaysi qismlariga qo'yishligini biz allaqanaqa ishlash jarayonini biz kuzatdik. Umumiy xulosa shu. Ya'ni asalariga qarashda hech qanday bir tushunarsiz yoki bir murakkab jarayonni o'zi yo'q. Qo'rqish ham kerak yo'q. Mana biz o'zi asli shapka, to'rli shapka kiyishimiz kerak edi. To'rli shapka ham kiyganimiz yo'q. Mana oddiy bu nima isbotlamoqchimiz? Bu bilan asalarichilik bilan hamma ham shug'ullansa bo'ladi. Bu birinchidan aholi salomatligini, ya'ni inson salomatligini mustahkamlaydi, uzoq umr ko'radi. Demak, buni kuzatgan olimlar, ya'ni asalarichilar uzoq umr ko'rishi shuni xulosa qilib aytgan. Ya'ni inson salomatligi uchun nihoyatda foydali. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Xayr, salomat bo'ling.